Aziz hamyurtlar, mana kunlar ismoqda, Rossiyaga talab esa yana ham kuchaymoqda. Kimda-kim Rossiyaning Sankt-Peterburg yoki Krasnodar, Moskva shaharlariga ketmoqchi bo'lsangiz, hafta mobaynida dushanba, seshanba, payshanba, juma kunlar va chorshanba kuniga ham reyslarni qo'shimcha ravishda ochmoqdamiz. Bundan tashqari Ufa, Perm, Yekaterinburg shaharlariga ham reyslar amalga oshirilmoqda. Uzavtotrans Lans davlat tomonidan qo'yilgan reysiy avtobuslar hamda IP Kadir va MCJ korxonalari bilan birgalikda ushbu ishlarni amalga oshirmoqdamiz. Sizlar O'zbekistondan через Qozog'iston Rossiya davlatiga yetib borish uchun eng sifatli va komfortabel avtobuslarga ketmoqchi bo'lsangiz, ishonchli nomerlarimiz ekranda turibdi, bemalol murojaat qilinglar. Avtobuslarimizda foydali hamda sizlarga plus tomonlardan bittasini aytadigan bo'lsam, avtobusda ketayotgan yo'lovchining hech biri подозрительный лицо deb tamojnidan qaytarib yuborilmaydi. Faqatgina siz qaytishingiz mumkin zapret yoki deport holatini amalga oshirgan bo'lsangiz, qo'lingizga qog'oz chiqarib beriladi va muddatingiz beriladi. Samolyotlarga o'xshab просто так siz boryapsiz, birinchi marta подозрительный лицо, sen nega kelyapsan, sen nimaga kelding Rossiya hududida degan gap so'zlar 3 kun ushlab turib keyin orqaga qaytarishlar bo'lmaydi. Shuning uchun biz sizlarga o'z avtobuslarimizni tavsiya qilyapmiz. Qaddingiz va qadringiz doim baland bo'lsin, qaddi baland qadrdonlarim. Ishonchli nomerlar ekranda, bog'lanishda adashmang.